O'simlik zararkunandalarga qarshi biologik nazorat mahsulotlari, ya'ni tabiiy ravishda uchraydigan hasharotlar, zamburug'lar, bakteriyalar va viruslar ekinlarni zararkunandalar va kasalliklardan himoya qila oladi. Biokomp hamkorlari O'rta Yer dengizi hududida keng tarqalgan muhim zararkunanda pomidor barg konchisiga qarshi biologik mahsulot ishlab chiqdilar. Tut kapalagi taxminan 10 yil oldin Markaziy va Janubiy Amerikadan Janubiy Yevropaga kirib kelgan. Uning lichinkalari pomidor va kartoshka kabi o'simliklarga o'sishning barcha bosqichlarida zarar yetkazadi. Urg'ochi kapalak tuxumlarini pomidor o'simligining barcha yer usti qismlariga, barg, poya va mevalarga qo'yadi. Lichinkalar barglar bilan oziqlanib, ichida keng yo'laklar hosil qiladi. Natijada barglar deformatsiyalanadi va zamburug'li kasallik bilan ikkilamchi zararlanish yuzaga keladi. Ular pishayotgan pomidorlarga ham zarar yetkazib, hosilning sezilarli kamayishiga va meva sifatining pasayishiga olib keladi. Biokomp hamkorlari mevali daraxt bog'laridagi shiralarga qarshi ham biologik mahsulot ishlab chiqdilar. Shiralar meva bog'laridagi eng muammoli zararkunandalardan biri bo'lib, nazorat qilinmasa 80% gacha iqtisodiy zarar keltirishi mumkin. Ular barglarni teshib, sharbatini so'rib oziqlanadi. Natijada barglar burishib, o'ralib va qiyshayib qoladi. Shiralar bilan zararlanish mevali daraxtlarni zaiflashtirib, mayda va bozorga yaroqsiz mevalar hosil bo'lishiga olib keladi. Biokomp doirasidagi parazitoid arilar asosidagi mahsulot ishlab chiqildi. Bu arilar tuxumlarini shiralar ichiga qo'yadi. Arilar lichinkalari tuxumdan chiqqach, xo'jayin organizmi bilan oziqlanib, oxir-oqibat uni ichida pilla hosil qiladi, uni nobud qiladi. O'lik shiralar tanasida bu parazitoid g'umbaklar deb ataladi. Meva yetishtiruvchilar vegetatsiya mavsumining boshida daraxtlar kurtaklari shishishni boshlaganda parazitoid arilar qo'yib yuboradi. Bu esa shiralar bog'da keng tarqalib ketishidan oldin arilar sonining ko'payishini ta'minlaydi. Mumiyalar karton naychalarda yetishtirish maydonlariga joylashtiriladi. Parazitoidlar ulardan chiqib, bog' bo'ylab tarqaladi. Natijada hatto kuchli shiralar bosimi ham oldi olinadi va bog'larda sog'lom hamda sifatli mevalar yetishtiriladi. Hozirda Yevropa Ittifoqining Biokomp loyihasi qishloq xo'jaligi, bog'dorchilik va o'rmon xo'jalik zararkunandalar va kasalliklarga qarshi qo'llash uchun 10 ta yangi biologik mahsulot ishlab chiqmoqda. Shu bilan birga zararkunandalarga qarshi foydali viruslar va nematodlarni ishlab chiqarish bo'yicha yangi texnologiyalar ham yaratilmoqda.